Hozir men sizlarga 4 ta mahsulot aytaman. Shuni ratsioningizga qo'shishga harakat qilinglar. Xotirani yaxshilash va Alsgeymer kasalligini oldini olish haqida so'rashgan. Shunga javob beraman. Qarang, xotirani yaxshilash uchun birinchi navbatda uyqularini yaxshilaylik. Uyqusi yomon odamda xotira hech qachon yaxshi bo'lmaydi va izlanishlar ko'rsatadiki, uyqusi yomon odamlarda kelajakda Alsgeymer kasalligining rivojlanish xavfi oshib ketadi. Ikkinchi tavsiyamiz ovqatlanish ratsioniga e'tibor beringlar. Hozir men sizlarga 4 ta mahsulot aytaman. Shuni ratsioningizga qo'shishga harakat qilinglar. Birinchisi balon mahsulotlari, yog'li balonlar. Aynan yog'li balon tarkibidagi omega 3 yog'lari bu miya uchun juda foydali yog' hisoblanadi. Ikkinchi mahsulotimiz bu to'q ko'k produktlar, ya'ni yashil produktlar, to'q yashil produktlar. Bular brokkoli, kapusta, masalan, ismaloq, ko'katlar, mana shularni ko'proq ovqat ratsioniga qo'shishga to'g'ri keladi. Aynan shu holatda bosh miyani funksiyalari, bu moddalar tarkibida antioksidantlar hisobiga yaxshilanadi. Va Alsgeymer kasalligi. Hozir men sizlarga 4 ta mahsulot aytaman. Shuni ratsioningizga qo'shishga harakat qilinglar. Xotirani yaxshilash va Alsgeymer kasalligini oldini olish haqida so'rashgan. Shunga javob beraman. Qarang, xotirani yaxshilash uchun birinchi navbatda uyqularini yaxshilaylik. Uyqusi yomon odamda xotira hech qachon yaxshi bo'lmaydi va izlanishlar ko'rsatadiki, uyqusi yomon odamlarda kelajakda Alsgeymer kasalligining rivojlanish xavfi oshib ketadi. Ikkinchi tavsiyamiz ovqatlanish ratsioniga e'tibor beringlar. Hozir men sizlarga 4 ta mahsulot aytaman. Shuni ratsioningizga qo'shishga harakat qilinglar. Birinchisi balon mahsulotlari, yog'li balonlar. Aynan yog'li balon tarkibidagi omega 3 yog'lari bu miya uchun juda foydali yog' hisoblanadi. Ikkinchi mahsulotimiz bu to'q ko'k produktlar, ya'ni yashil produktlar, to'q yashil produktlar. Bular brokkoli, kapusta, masalan, ismaloq, ko'katlar, mana shularni ko'proq ovqat ratsioniga qo'shishga to'g'ri keladi. Aynan shu holatda bosh miyani funksiyalari, bu moddalar tarkibida antioksidantlar hisobiga yaxshilanadi. Va Alsgeymer kasalligini olishda aynan to'q yashil mahsulotlarning roli juda katta deb hozirgi kunda izlanishlar shuni ko'rsatadi. Uchinchisi olivka yog'i, ya'ni zaytun yog'i hisoblanadi. Zaytun yog'i juda foydali yog'. Biz ishlatayotgan pista yog'i zararli yog' hisoblanadi. Qani imkoniyat bo'lsa hamma shu ovqatini zaytun yog'ida qilsa, chunki zaytun yog'i qizdirilmaydi. Yog' qizdirilmaganda yog'da trans yog'larning hosil bo'lishi kamayadi. Masalan, biz bir necha marta qizdirilgan yog'lardan foydalanamiz yoki o'ta qizdirilgan yog'larda ovqat qilamiz. Mana shu holatda yog'lardagi trans yog'lar ko'payib ketib, bizni miyamizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Demak, zaytun yog'ini ratsionga qo'shish juda foydali hisoblanadi. Va uchinchisi, har kuni bir mahal bo'lsa ham qanaqadir yong'oq yeb qo'yish. Bu grek yong'og'i bo'ladimi, pista bo'ladimi, bodom bo'ladimi, shu yong'oqqa oid nima bo'lsa, shundan kun davomida bir marta ertalab ayniqsa yeb chiqish juda foydali hisoblanadi. Demak, mana shu 4 ta mahsulotni qo'shasiz ratsioningizga va uyqungizni to'g'ri